Donald Trump bundan buyon Eron Hormuz bo'g'ozida biror kemaga qarshi o't ochgan taqdirda har safar AQSh ko'prik va elektr stansiyasiga, jumladan Tehron yaqinida yoki poytaxtning o'zida joylashgan obyektlarga zarba berib, ularni yo'q qiladi deya bayonot berdi. Eron qurolli kuchlari vakili ballistik raketalar ishlab chiqarish hatto urush davrida ham to'xtamagan. Eron qurolli kuchlarining rasmiy vakili brigada generali Abolfazl Shirakchi butun mojaro davomida, jumladan o't ochishni to'xtatish kelishuvi buzilganidan keyin ham ballistik raketalar ishlab chiqarish uzluksiz davom etayotganini ma'lum qildi. Razvedka ma'lumotlarini to'plash bo'yicha barcha imkoniyatlarni ishga solganiga qaramay, raqiblarimiz dovdirab qolgan va raketalarimizni qayerdan ishlab chiqarayotganimizni bilishmaydi deya ta'kidladi Shirakchi. Isroilliklarning 45% Eronga qarshi urushni qayta boshlash tarafdori. O'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, Isroil aholisining 45% Eronga qarshi harbiy harakatlarni qayta boshlashni qo'llab-quvvatlamoqda. Natijalar Isroil jamiyatida Eron bilan bog'liq xavfsizlik masalasida keskin qarashlar saqlanib qolayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga aholining yarmidan ko'pi urushni qayta boshlashni qo'llab-quvvatlamagan yoki bu borada aniq pozitsiya bildirmagan. Eronning sobiq tashqi ishlar vaziri: AQSh bazalaridan birini egallash imkonimiz bor. Eronning sobiq tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqiyning aytishicha, Tehron Iroqdagi tarafdorlari ko'magida AQShning Iroq, Kuvayt yoki Bahrayndagi harbiy bazalardan birini egallash imkoniyatiga ega. Uning fikricha, agar shunday operatsiya amalga oshirilib, 200 nafar amerikalik harbiy asirga olinsa, bu AQShni urushni to'xtatishga majbur qilishi mumkin. New York meri Mamdani AQSh federal hukumatini Xalqaro jinoiy sudning Netanyahuni hibsga olish haqidagi orderni ijro etishga chaqirdi. New York meri Mamdani Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuni harbiy jinoyatchi deb bilishini ma'lum qildi. U Xalqaro jinoiy sudni Netanyahuni hibsga olish haqidagi orderni qo'llab-quvvatladi hamda Netanyahu tashrif buyurgan taqdirda AQSh federal hukumatini ushbu orderni ijro etishga chaqirdi. Donald Trump esa Netanyahuni hech qanday sharoitda AQSh hududida hibsga olinmasligini aytib, uni Eronga qarshi kurashdagi ittifoqchi deb atagandi. Saudiya Arabistonining Damam shahridagi aeroportga parvozlari bekor qilinmoqda. AQSh harbiy havo kuchlari ham Birlashgan Arab Amirliklari va Saudiya Arabistoni havo hududidagi vaziyatni faol kuzatib bormoqda. Trump Amerika kuchlari yaqin orada Erondagi Kazma tog'i hududiga juda kuchli zarba berishini ma'lum qildi. Kazma tog'i Natanz yadroviy majmuasi yaqinida joylashgan bo'lib, Eron yadroviy infratuzilmasining eng yaxshi himoyalangan obyektlaridan biri hisoblanadi. Xalqaro ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, tog' bag'rida keng ko'lamli qurilish ishlari olib borilmoqda va u yerda muhim uskunalar, jumladan uranni boyitish sentrifugalari joylashtirilishi mumkin.